Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümenler. İslam Biz programımızın 129. saatini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körümenlerimiz hemala malum boğandak yıllardan buyan her bir Müslüman Kur'an, sünnet nuru asıdı düşünüşü ve şunu göre amel kılış gerek boğan xilma-xil mavzularni ayrım tema kan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün mu şunun cümlesinden tünügün e'lonimizni bergandek. Bugünkü sanımızdan bu şu ziyanni selishtirish ölçemleri haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Aslında bu o'tgan sonniki davomi. Biz 128 sonimizda manfaat ve ziyanni tonish, uni selishtirish ölçemleri haqida to'xtalib vaqtimiz yetmaganligi uchun manfaat haqida bakrak misollar bilan to'xtalib bunun davomini bugun qilganligimizni bildirgan o'tgan haftalar. Bugün inşallah bu temini xulosalaymiz inşallah. Programımızın daimlik mehmoni hammalar tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundoqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qilib qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldiga chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishingizni savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda ustoz bevosita kirib kelsak o'tgan sonimizning davomi bo'lishqa oldi bilan bugun ziyon tushunchasi buning tafsiloti to'xtalish uchun islomdagi ziyon tushunchasi nima bu haqda to'xtalib. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Ötken sanda menfaatdan tushunchasi haqida to'xtalib o'tdik. Bugün ziyon haqida bir az to'xtalish tegishli. Ziyon degan nimasi? Menfaatni bilishga to'g'ri kelgani. İslam insonlarning dunyo oxiratlik menfaatiga rioya qilib kelgan bir din. Xo'sh. İslamning prinsiplari, ko'rsatmalarining hammasi insonlarningki menfaatlarini ishga oshirish ve insanlara yüz birdiğen ya kemekçi olan ziyanın aldığını ediş için yol koyulgan ko'rsatmalardan ibaret. Hoş. Şuna İslam buyurgan ko'rsatmalarning işlerinin hammasi insanların hukuklarını, menfaatlerini qo'g'dashni, vatanni gullantirishdan sirt ijtimoiy tuzumni tartib solishni maqsad qilgan. Shuningdek, yana islom cheklagan ishlarmi ya ko'rsatmalarmi insanların hukuklarını, menfaatlerini qo'g'dashni, shuningdek jamiyatni intizomga solishni, jamiyatni buzg'unchilikdan himoya qilishni maqsad qildi. Demak, islom cheklagan ishlarning hammasi ziyonliq ishlab qilinadi. Xo'sh. İslamning maqsadlariga, islomning yuksak darajalik va ehtiyoj darajalik maqsadlariga zid kelgan ishlarning hammasi ziyonliq ishlab qilinadi. Şundaqla insonninki aqliga, insonning jismiga, ruhiga, meliga, izzat sharpiga ta'sir yetkazadigan yoki insonninki adolati va erkinligiga to'sqinlik qilgan har qanday ishmi bumi ziyonliq ish deb qaraladi. Bu ziyonliq ish islomda dunyolik va oxiratlik deb ikkiga bo'linadi. Dunyolik jihatdan ziyonliq bo'lgan, oxiratlik jihatdan ziyonliq bo'lgan. Şundaqla maddi cihetten ziyonliq bo'lgan ish, ma'naviy jihatdan ziyonliq bo'lgan ish deb ayrıldı. Yani çoğ ziyon, kichik ziyon deb ayrıldı bu aşkara. Shuningdek ta'siri ojiz bo'lgan ziyon va ta'siri kuchli bo'lgan ziyon yoki boshqa ifodaga vaqtimizda vaqtlik ziyon va uzun muddat davomlashadigan ziyon deb ayrıldı. Yani bevosita ziyon, vositalik ziyon deb yana bir turlarga ayrıldı. Bu ziyonninki har xil darajadagi turlari bor. Peygamber aleyhisselam Kur'an-ı Kerim ayetler cıqoğaş etken bir lamezim misal kılımın. Peygamber aleyhisselam ziyan doğrusunda bir alaydı bir prensipini yolu koyup peygamberimiz. O oğan bolsun la zarara ve la zirardır. Çok bir kaid. Bu vaktim nurgun ayetler var, nurgun hadis-i şerifler var. Peygamber aleyhisselam bu sözü bilen ziyanınki kanda olduğu ya zararının kanda olduğunu ifade ediyor. Ya la zarar başkalarına ziyan bir iş gibi olmaydı. Kayısı bir cihetten bolsun. Manevi cihetten bolsun, maddi cihetten bolsun, akli cihetten bolsun, fikri cihetten bolsun, iqtisadi, siyasi qaysi tarafda bolsun başkalarına ziyan berish gibi olmaydı. Shuningdek,
Boshqalar ziyon solgan bo'lsa, ziyonga o'xshash darajalik ziyon bilan javob qaytarishga bo'lmaydi. Bu qoida bir az ekan o'lcham solgan vaqt oching. Ziyon berishga bo'lmaydi, ham ziyonga o'xshash ziyon bilan taqobil turishga bo'lmaydi islomda. Sen unda qilgandek, masalan, birisi mashinani jijib etgan bo'lsa, mana hamsa uning mashinasini jijib etishdan o'rni yo'q. Uning boshqa bir xil usullari bilan hal qil. Yengilroq bo'lgan deganda yoki yaxshiroq bo'lgan deganda. Xo'sh. Endi bu islomda ziyonga taqobil turishning yoki ziyonni oldini olishning bir necha qoidalari bor. Ziyonni yo'qotsak ham bo'lmaydi. Ba'zilar deydi bu ziyon ish bo'lgandan keyin munkar ish bo'lgan yo'qotsak bo'lmaydi. Nima bo'lsa bo'lmaydi. Beshimizga nima kas bo'lmaydi. Unday yo'q. Unday ish yo'q. Islomda buning o'lchamlari va qoidalari bor. Masalan, bu qoidalarning birisi ziyon cho'qim yo'qdir. Ziyonga yo'l yo'q. Ya'ni mumkin bo'lgan muddatcha ziyonni yo'qotishga tirishimiz. Xo'sh. Bu yuqori hadisdanki davom. Ya qoidajatga davom. Shuningdek, ziyon imkoniyatdan yetish yo'qdir dedi. Mumkin bo'lgan miqdor bo'yicha yo'qdir. Masalan, 5% yo'qotsak foyda. Xo'sh. 50% yo'qotsak ziyon yana foyda. Ya'ni qanchalik kuchimiz yetsa, shunchalik ziyon yo'qotimiz dedi. Bo'lsa, bo'ldi, bo'lmadi deb tashlaydigan yo'q. Ya aq ya qor deydigan shu. Qanchalik yo'qotsa, qanchalik kuchimiz yetsa, shunchalik imkoniyatimizdan yetishcha bu ziyonni yo'qotamiz. Shundaqla bu ziyonni yo'qotgan vaqtida bir ziyonga o'xshash darajadagi ziyon bilan taqobil turishga bo'lmaydi. Ya'ni bir ziyonga uning o'xshash saviyadagi ziyon bilan uni yo'qotgan bo'lmaydi. Foydasi yo'q. Bu ziyonni yo'qotib, bu ziyonni ekkasi nima foydasi bor? Xo'sh. Shuningdek, yana bu qoidalarning birisi ommaviy ziyonninki oldini olish uchun shaxsiy ziyonni qabul qilish to'g'ri. Ya'ni kollektivning manfaatiga, vatanning manfaatiga, millatning manfaatiga taqishilgan bir ziyon bo'lib qolsa, bir odamning manfaatini yoki bir necha odamning manfaati, u cho'ng manfaati uchun voz kechish to'g'ri. Masalan, bir necha savdogarning manfaati, vatanning manfaatiga, millatning manfaati taqishib qolib qolsa, u savdogarning manfaati voz kechish to'g'ri. Shuningga o'xshash, yana bu qoidalarning birisi ziyonni yo'qotish manfaatni oldirib turadi. Yani aldığımız menfaat var, ziyan var. İşkini qaysi bir taraf qilmasa, ziyanni yo'qotishni oldin bir taraf qilamiz. Bo'lmasa foydani akayam ziyan bo'lib qolsa, yana o menfaatni o yug'ishtiradi. Demak, bu ishdan o'xshash bir bo'lak qoidalar bor. Demak, bu qoidalarning hammasi maqsad nima desa, menfaatni qo'lga keltirish va ziyonning oldini olishni ko'zlaydi. Menfaatni qo'lga keltirish uchun ziyonni yo'qotish lozim. Ziyonni yo'qotish nimani taqozo qilsa, menfaatni qo'lga keltirishni taqozo qildi. Mana bu ziyonni bir az kengir doir tushungan vaqtdagi islomning ziyon qarta hukumidan iboratdir. Xo'sh. Ko'pincha rahmat. Hamda yuqorida so'zlab o'tilgan shu ziyonlarning orasini bir-birini selishtirish qoidalari haqida. Mesela 2 va 3 va bu ziyonlar. Buni qanday? Bunlar 3 turli qoida bor. Cho'ng qoidadan, selishtirma qoidasidan. İslamda ziyon yuz berishdan ilgari bo'lsin va yuz bergandan keyin bo'lsin ziyonni cho'qim yo'qotish lozim. Mümkün bo'lgan muddatcha. Hem bu ziyonni yo'qotgan vaqtida yuqori deganimizdek kallamiz kelgan bo'yicha emas. Manfaatni qo'lga keltira oladigan va ziyonni yo'qota oladigan go'zal shaklda yo'qotish lozim. Ya'ni bir ziyonni yo'qotib, uni o'rniga ikkini paydo qilsak bo'lmaydi. Xo'sh. 50%lik bir ziyonni yo'qotib, yana 60%lik 50% ziyonni bilan akab qo'ysa, uni hech qanday qimmat bo'lmaydi. Buning bir qoidasi bor. Ba'zida inson bir vaqtning o'zi bir qanchalar ziyonlarga duch keladi. Bir vaqtning o'zi. Uning qarsimiz ziyon, buning qarsimiz ziyon. Bir vaqt duch kelib qol. Agar ayrim vaqt kelgan bo'lsa, taqobil turishi mumkin. Bu vaqtida hammamizdan saqlanish imkoniyati bo'lib qolsa, 3-4 ziyonniki saqlanish lozim. Agar saqlash majburiyati yo'q, o ziyonning birini qilish majbur bo'lib qoldi. Yoki birinchi numar yoki ikkinchi yoki uchinchi numar bir ziyonni qilish majbur bo'lib qolsa, u vaqt qaysini tanlaydirsa, eng to'van darajada. Eng to'van darajada. Eng kuchli ziyonni rad qiladi, qabul qilmaydi, inkor qildi, eng to'van darajadagi ziyonni qabul qildi. Masalan, buni misol olsa, bir so'rinda bir sabablar bilan aroq ichish bilan tamaki chekishga majburlandi. Misol qilaylik. Bu ziyon bo'lsa, bu ziyon. Aroq ichish bilan misol deriz, boshqa misollarimiz bor, olamiz. İkisini qaysini tanlaysa, tamakining ziyoni aroqning ziyonidan yengil bo'lganlik uchun ikkisi bir vaqtda majburlanib qolgan bo'lsa, buning bilan u ishni yug'ishtirdi, ziyondan qutuldi. Nima ish qo'yadi tursinki? Majburlanganmiz. Qanday majburlandi? Biz dedik, ikki ziyonga bir odam bir vaqt duch kelib qoldi. Agar ikkisidan saqlanish, qutulish imkoniyati bo'lsa, qilmas kerak. Uni qilmas kerak, buni qilmas kerak. Lekin ikkining birini qilishga majburlandi. Xo'sh.
Bundaq paytında o'timiz. Mecburlangan bir payt gibi misal bu. Bu normal halet gibi emas, şu mecburlanışımız. Hem bu ziyonliq ishlarni saleştirish 3 turli qoida bor. Birinchi qoida og'ir ziyonni yengil ziyon bilan bir taraf qilamiz. Xo'sh. Bir ziyonliq ishni uning o'xshash darajadagi ziyonliq ish bilan yo'qotishga bo'lmaydi. Balki uningdan to'van darajadagi ta'sir ojiz bo'lgan bir ziyon bilan og'ir ziyonga qarshi turamiz. Xo'sh. Yoki bir odam ishki ziyonga yoki ishki yomonlikqa o'xshash bir vaqtlam duch kelgan bo'lsa, uning eng og'irdan saqlanib, yengilni qilishga majbur bo'lib qoldi. Masalan, misol olaylik. Bir musulmon yana bir musulmonni o'ldirishga majburlandi. Filmlardagi qaroqchilik filmlarini, mafiyaning filmini misol olaylik. Xo'sh. Bir musulmon yana bir musulmonni o'ldirishga majburlandi. Agar sen uni o'tamisan, sen uning o'rniga o'ldirilsan deb tahdid chiqardi. Bu tahdid xiyoliy tahdid emas, haqiqiy bir tahdid değil. Bundaq vaqtida qanday qilish lozim? Musulmonning majburiyati o'zidan va boshqalardan bu o'limni to'sish lozim. Qila olsa, imkoniyat yetsa, o'zidanmi va boshqalardanmi bu ziyonni o'limdan iborat ziyonni to'sish lozim. Agar unda qilolmay qolib qolsa, ay o'zining jonini qo'g'dayman deb yana bir musulmonni o'ldirib bo'lmaydi. Xo'sh. Nima ish qilsa, unda o'z qada qildi. Agar uni o'ttamasa bu o'ladi. Ikkini qon tanlaydi. Ani o'ttirishni tanlab qotil bo'lsinmi yoki o'lashini tanlab o'lashga bo'libdi. Beshim karim shu kunda sabr qilib shehid o'g'ini yaxshimi? Bu yerda qotil bo'lish bilan shehid bo'lish din iborat ikki xil tanlash. U vaqtida u beshik kagin taqdirimi shu deb o'limni tanlaydi, hargizmi qotil bo'lish tanlamaydi. Chunki qotillikning zarari, uning zina bu odamning zulm quchqab o'lib ketgandan xatarlik. Xo'sh. Yani bir misal alayım. Bir yaman işini to'sgan vaqtimizda, uningdan bir og'ir yomonlik kelib chiqadigan bo'lsa, bu yaman ishni vaqtincha sukut qilamiz. Mangulik degan gap yo'q. Bir yaman ishni to'smoqchimiz. Agar uni to'smizsak, jamiyatda uningdan yomoni chiqadigan bo'lsa, Xo'sh. vaqtincha o ishga sukut qilamiz. Asli sukut qilishning o'zi bir xato ishga to'g'ri emas. Lekin as sukut qilganlik og'ir bir yomonlikni oldini oladigan bo'lg'achqa bu noktadan o menfaatga aylanadi do'st, menfaatga aylanadi. Buna yani Qur'on Kerim bir misal olib beraylik. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın vaqaligida Yusuf Aleyhisselam as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Turmuga kirish meni ular qistavatgan, ya chaqirayotgan, ya tashabbus qilayotgan ishda yaxshi edi. Yani zina qilish bilan turmuga kirishdan iborat bu ikki xil qiyinchilik yoki ikki ziyon. Turmuga kirishning o'zi ziyon, zina qilishning o'zi ishkilishim, o'mi ziyon. Mush ikki ziyonning birini tanlash kelgancha qaysi yaxshi Yusuf Aleyhisselam turmuga kirsam mayli, lekin men zina qilmayman dedi. Men tanlashga majbur oldimiz, majbur oldi. Nima ish qilsa, chunki turmuga kirishning zina bu zina qilishning zindan to'g'ri. Bu jismoniy ziyon bo'lgan bo'lsa, zina qilish aqidaga e'tiqod taqishdan ziyon bo'lg'achqa bu yerda yengil ziyonni tanlaydi. Bu birinchi qoida. Demak, og'ir ziyonni biz yengil ziyonni qilish orqali taqobil turamiz. Ikkinchi qoida ommaviy manfaat shaxsiy manfaatdan ustun turadi. Ziyonga taqobil turishdi. Ya'ni bu qanday gap desa, bir tarafda ommaviy manfaat va yana bir tarafda shaxsiy manfaat, xususiy manfaat. Agar ikki manfaat birisi taqishib qolmasa, ikkisi qilindi. Ommaviy manfaatimi qilindi, shaxsiy manfaatim qilindi. Agar ikkisi birisi taqishib qolgan bu yer. Ommaviy manfaat bilan shaxsiy manfaati taqishib qolganotganda bo'lsa, ommaviy manfaati shaxsiy manfaatiningki oldi turdi. Chunki shaxsiyning tortadigan ziyon az, ommaninki tortadigan ziyoni jiq bo'lganlik uchun bu yerda shaxsiyning manfaatini ommaning manfaati uchun qurbon qilamiz. Masalan, buni misol olaylik, ommaning manfaatini qo'g'dash to'g'risida. Nadan doktor yoki chalasavad doktor yoki kasbiylashmagan doktor sifatidagi doktor unvonidagi odamlarning doktorlik qilishi cheklandi. Nima uchun cheklandi? Kasbiy bo'lmagan, mutaxassislashmagan birisi o'zini doktor deb da'vo qildi. Suyak doktor edi, burun doktor edi, ko'z doktor edi, operatsiya nima bo'lsa. Bu kasbiy bo'lmasa, chalasavad bo'lgan bo'lsa, buning doktorlik ishi bilan shug'ullanish cheklanamiz. Nima ish qilsa, insonlarning jismini, badanini ziyonkashlikdan qo'g'dash uchun buni cheklaymiz. Ba'zilerde ish mumkin bu doktorlik qiz ba'zilik foydasiga o'g'itadi. Ba'zilariga foydasiga o'g'itadi, lekin ko'pincha vaqtda chalasavad bo'lganlik uchun nurg'un odamga ziyon etkil. Belki insanın hayotiga xavf yetkazishi mumkin. Shuning uchun buni doktorlik cheklanadi. Shuningga o'xshash chalasavad bo'ladi.
angsız mollalarınki fatva birişi İslam hakkında her türlü hükümlerini çıkarışım çeklendi. Bazıları deyişim mümkün. Bir ayet bilsem yetkizol depti ki yetkizol deydi. Eğer özüge münasebetlik bir halal haram eniq bo'lgan dairde. Xo'sh. Yetkisi o bo'la. Eğer unda qilmay ijtimoiy ishlar aralashib olgan bo'lsa, siyosiy ishlar aralashib olgan bo'lsa, davlat qurishga o'xshash bir ijtihod ketadigan, chunqur izdanish ketadigan, tafakkur ketadigan, tadqiqotga bunda ishlar aralashib olsa, bu chala savat mollalarning, angsiz mollalarning chiqargan fatvolari, ko'z qarashlari yoki nutqlari yoki videolari jamiyatga ig'ir ziyon eklamzak. Shuning uchun bunday odamlarningki nutqlarini, tabliğlarini cheklash lozim. Nimişqas shaxsiyning aning so'zlamoqchi bo'lgan manfaatidan jamiyatga akilgan manfaat ig'ir o'g'il cheklandi. Bunga qiyosan islomdan tuzuk xabar yo'q. Xo'sh. Ya xabar bormi deydi. Kitob o'qidi, u kitobni o'qidi, bu kitobni o'qidi. Lekin islom muhabbati yo'q. İslam'ın samimiyligi yo'q. İslam'ın ixlosi yo'q. Masalan, islom e'tiqodida chang turolmaydigan, islomning ibodatlarini qilmaydigan, islomning axloq rioya qilmaydigan birisi muballigh bo'lib olsa, mufti bo'lib olsa, qozi bo'lib olsa, shariat uni deydi, buni deydi deb fatvo chiqargani tursa, uni cheklash kerakmi yoki buni islom haqida xohlagancha ekspress qilib jamiyatni buzishga, musulmonlarning ideyasini zarlashga yo'l qo'yish kerakmi? Demek bu yerda umumning manfaatini ko'z tutib, vatanning, millatning manfaatini bizga o'xshash bir chechilangan millatga nisbatan siyosiy harakatning to'g'ri yo'nalishini, e'tiqodning sog'lom bo'lishini yo'l tutib, buningga o'xshash o'zining kasbiy bo'lmagan sohaga buni so'qib oladigan, o'zi amal qilmaydigan odamlarniki din haqida gap qilish cheklam qo'yish lozim, rad qilish lozim, qabul qilmas kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar unvoni bilishimiz yo'q. Bugunkidek cheklanmaydigan davrda bo'lsangiz-chi. Buni rad qilish lozim, qabul qilması kerak. Buni millat tonishtirish kerak. Masalan, biz davutimizga chala savat bir molla, quloq mollasi, az to'la hatto fakultetni putkazgan birisi deydi. Bugungi kunlikda Turkiya misol olsak, fakultetni putkazgan birisi iloyatni. Bu o'ziga tushliqroq bir yerda ish qilsa, gap kelsa balkim qil. Ammo fakultetni putkazgan petalam ijtimoiy masalalar, aniq hujjat kelmagan masalalar, shariatning maqsadiga tayinib fikir qilinadigan masalalar var. Bugungi o'xshab foyda ziyonni o'lchaydigan bir masala. Bunday masala saklab chiqib qolsa, bir ilohini tutkazgan bo'lsa, og'zini yum deyish lozim. Garchi uning ismi Damallo olsun, yana birisi olsun. Bundan cheklim qo'ygan yerda albatta islomni zaharxanlik qilgan, islom to'ni o'rnini olib, islomni egizpas burumlayim deydiganligi tabiiy holatda cheklim qo'yish, rad qilish lozim. Millatga buni anglatish lozim. Bu kimning mas'uliyati? Musulmonlarning majburiyati. Ya'ni o'limaning majburiyati. Ma xalq ommasimi nədib çüprəndə qağaz olub qalsa, çüprəndəsi olub qalsa, həmməni oxuyuvermey, toğrunu toğruna bunu biliş lazım. Dini təvə nəsə özdən mənbəsini əlində Qur'an sünnəti əsas qılınıb, əgər onun təvə olmayan fikri nəsə yoki xəbər mənbəsi olub qalsa, onu qaysı qəzetdən, qaysı jurnaldan asıl olur. Bunu fərqləndiriş lazım. Xoş. Bu ikinci qayda, yəni ommaviy mənfəət, şəxsi mənfəətdən aldı qoyulur ikinci qayda. Amma üçüncü qayda ziyanını yoxduş hər zaman paydını qolğa ekkelişdən aldı durur. Yani kallamız deyil ki, paydı qola kelsə ziyan yox almam deyil. Bu görünüş to'g'ri. Lekin oldimizda bir ziyan bilan bir payda olgan bo'lsa, ikkini qaysini bir taraf qilamiz? Ziyanni yo'qotishni oldin qo'rqamiz. Ya'ni bu qanday gapsa, oldimizda ikki kishi bor. Birisi payda, birisi ziyan. Ikkisininki ta'siri o'xshash yoki darsi o'xshash. Agar birisi kuchli bo'lgan bo'lsa, osonlandi. Ziyanni manfaat kuchli qolganmiz, manfaat tutib ketaverdi. Agar ziyan kuchli qolgan manfaat tashib o'tsa, uning aniq. Lekin ikkisining darsi 50-50 chiqib qoldi. Barabar chiqib qoldi. U vaqt qanday qilamizsa, manfaat qisman yoki bir butun qo'ldan kelsa, ziyanni yo'qotishni birinchi o'ringa qo'yamiz. Ziyanni yo'qotish manfaatni akilishdan oldi turdi. Agar manfaat bilan ziyon to'qinishib qolgan holda. Shuningdek, ziyonliq ish, foydali ishdan ig'ir bo'lgan bo'lsa, o manfaatning 20-30% qaramay 80% ziyonliq ish bo'lib qolsa, biz ziyon yo'qotish taqobil turamiz, 20% manfaatni uni ko'mas solamiz ya ko'z yumamiz. Buning dalilimiz payg'ambar alayhisalom va ma nahaytukum an shay'in fajtanibu deydi. Men sizlar bir ishdan to'sqan bo'lsam, darhol yeninglar, yiroq turinglar, yaqin kelmang deydi. Yani ziyonni yo'qotish oldin qo'rinda. Uning kendimesi men sizlar bir ish buyurgan bo'lsam, kuchinglarning yetishi, taqatinglarning yetishicha uni qilinglar deydi.
Bu hadis bununki aniq ko'rsatmasi bo'ladi. Buna bir misol alaylik bugun kunlikda. Payda bilan ziyon. Masalan, bir saraxona ochdi. G'arb dunyosi misol qilib. O'zi ochdi deydi. Ochganda u yerda ishlaydi. Xiroyin bilan shug'ullandi. İşratxana açtı. İslamda haram olsa bu üç işlerin hemmisi haram. Çekildi. O dedi ki, ben xiroyim bilen cıqraq pul tepip, işratxanada cıqraq pul tepip, milletninki xizmetiga sarf qilaman degan kallisi bilan, yoki vatan da'vosi qilaman deb qolsa, ikkisining keladigan foyda bilan ziyon qaysi? O'lchaymiz. Buni qilsa, buning keladigan foydadan keltiradigan ziyni eg'ir bo'lganligi uchun bu ish cheklanadi. Uning foydasiga qaramaymiz, radlik qilamiz. Ziyanni yo'qotish bu ishning cheklanganligini oldin qo'ringa chiqaramiz. Bu bir misol. İkinci bir misol olaylik. Bireylan uyini havolantirish uchun derizini ochishga ehtiyoj tushdi. Derizni ochib qolib qolsa, tam yaqin uylar bo'lib qolsa, qo'shnisiniki nomahramlari ko'z tushib qolgan ahvol bo'lib qolsa, shu vaqtning o'zida, shu paytning o'zida uyini havolantirish uchun voz kechib derizni ochmaslik kerak. Nima qilsa ziyonning oldini olish. Chunki o'ylamagan yerdan ba'zi bir ko'rinishlarga yoki nomahram yoki avrat ko'z tushib qolsa, bunday yuz berish ehtimoli bo'lgan fitnaning oldini olish uchun vaqtliq havolantirish manfaati voz kechish lozim. Ziyonning oldini olish foydani qo'lga keltirishdan oldin turadigan qoidaga asosan. Havolantirishdan kelmoqchi u foydadan nomahram ko'z tushib qolgan ziyon u. Yana bir misol olaylik. Davrimizga munosabatli. Birisi kufr so'zni so'zlash majburlandi. Mesela yurtimizga o'xshash. Majburlangan ahvol durustmi durust? Xo'sh. Bir chet ko'ngli xotirjam bo'lsa, iymon bilan og'izdan dushmanlar va odamning kufr so'zni majburlash qistigan bo'lsa, durustmi durust? Chunki hayotni qo'g'dab qolish, jonni saqlab qolishning manfaati qalb e'tiqod qilmagan shakli tildan chiqqan u so'zdan ziynidan bu kuchlik bu qoidaga asosan. Yana bir misol olaylik, taxmin tushunish bo'lishi uchun, bu bir ba'zan qilsa savol tug'dirishi mumkin. Bir odamni qutqizish, yana bir odamni o'ldirishga munosabatli bo'lib qolsa. Buni qilish bo'lamdi, bo'lmaydi? Bo'lmaydi. Ahmadni qutqizish uchun Samatni o'ldirishga to'g'ri keldi dedi. Agar sen ani o'tamisan, meni qo'yib bermaymiz degan bo'lsa, uni o'ldirishga bo'lmaydi. Chunki Samatni qutqizish farz emasmi? Farz. Birinchi farz dastlabki tutilib qolgan bir odamni qutqizish farz. Ikkinchi bir odamni uni qutqizish uchun o'ttirishning hukmi nima? Harom. Bu yerda harom bilan farz ikkisi to'qnashib qolgan vaqtida qaysini oldirib qo'ymasa, haromni saqlashni, haromni yiroqlashni oldirib qo'yamiz. Farz turdi, haromni dastlabda voz kechamiz. Enin keyin anin kelamiz. Biz uni qutqizimizda buni o'ttirsak, qatma-qat gunohkor bo'lamiz. Yani bu foyda bilan ziyonni biz to'g'ri o'lchamagan bo'lamiz. Demak, ziyonni o'lchashninki bir-biriga to'qinishib qolgan ahvol ostida. Ziyon bilan foyda bir-biriga o'xshash saviyada to'qinishib qolgan ahvolda 3 turli qoidasi bor. Birinchisi ig'ir ziyonni yengil ziyon bilan yo'qotamiz. Ikkinchisi ommaning manfaati xususiy manfaatdan ilgari surildi, oldi qo'yildi. To'qinishib qolgan vaqt. Uchinchisi foyda bilan ziyon to'qinishib qolgan vaqtida ziyonni yo'qotadigan bu ish foydani ekiladigan ishninki oldi turadigan bu 3 qoida bilan bu masalani hal qilamiz. Biz manfaatni o'lchab ishninki qoidalarini o'tgan qatimda to'xtalgan. Buni 3 turlik deb to'xtalgandik. Birinchisi manfaatni hammani yig'amiz, ikkinchisi manfaatni birisini yan birisidan kuchlantiramiz, uchinchisi imkoniyat bo'lmay qolib qolsa birini tanlab chiqamiz degandik. Uning qoidasi 3, buning qoidasi 3. Rahmat, Allah razı olsun. Şu sözlayotganda şu narsa esimga qoldi. Bugun shu mayli dunyoning nerede olsa shu organ masalalar masalasida masalan birisi kambag'al bo'lishi mumkin, ammo badani sog'lom nemasa. Bir boyninki masalan bo'riki deydi masalan, ig'ir kasal, uning ehtiyoji bor. Bu yerda ham bu kambag'al men birini bersam masalan bo'rikimni ham undan iqtisodiy jihatdan kirim qildi ekanman, hem onun kasallikdan iborat qiyinchiligini qutqizib, har ikki jihatda bunda bir ishlar o'tirg'i chiqadi deydigan masalalarni ko'pchilik oldigan narsani e'lonlar chiqib turib ekan masalan. Bundaq bir shakl bo'lib qolgan vaqtida bu odamda musulmon nimani tanlaydi bu odamda? Bu
Payda bilan ziyonninki 50% to'qnashib qolgan ahvolda emas. Xo'sh. Boyninki deyli yoki bir odam boy emas, o'lib ketishga girdog'i chiqqan bir odam deyli. Uning buyrakka ehtiyoji bo'ldi. Xo'sh. Yana bir odam kasalman odam yo qirib qolgan bir odam yoki o'zining oksi buyrakka ehtiyoji yo'g'ini, men bir buyrakamni bir balam saqayib qolsin, akam saqayib qolsin dedi. Xo'sh. Demak, bu yerda u ayrim bu ziyon bilan ziyon to'qnashib qolgan emas, bu manfaat bilan ziyondagi ayrim bir qoidaga tushadi. Bunday ahvol qanday qilinsa, bu yerda ikki narsa birlashib qoldi. Birisi bir odamningki normalimiz hayotini qutqizish masalasi. O'lib qolay deb qolgan bir odamning hayotini qutqizish masalasi. Yana bir tarafda bir ziyon bor. Masalan, bir odam bir buyruqni bersa, u hayotini normal davomlashtira oladigan bo'lsa, u o'lib qolmay, sharti bor. Islomning manfaat nazarida buyruqni bergan odam normal o'zining hayotini davomlashtira oladigan bo'lsa, majburlanmagan asosda o'zining ixtiyorligi bilan yo haqsiz berdi yoki haqliq bergan bo'lsa, u ayrim bir masala. Muhimi o'zining hayot xavf yetmaydigan bo'lsa, bu kichik ziyon bo'ldi. Ham cho'ng bu yer manfaat nima desa, o'lib qolay degan bir odamning hayoti u orqali qutqizib olinadi. Bu yerda cho'ng manfaatni qo'lga keltirish uchun bu uningdan to'varak bo'lgan, aningdan ig'ir darajada ziyon emas, manfaatdan sal to'varak darajalik bir ziyon, lekin kichik ziyon emas bu. Bir a'zoni bir. Bu ziyon manfaat to'van bo'lganligi uchun manfaat bu yerda oldin qo'rin qo'yildi. Bu sababdan durust modis durust. Shart odamning hayot xavf yetmagan, enin kendidan besimga yoki majburlashga uchramagan ahvol ostida. Xo'sh. Endi o'tgan soat va hozirgina bir aqlam xulosalab bu manfaat bilan ziyonni selishtirish qoidalarini xulosalashgan bo'lsak. Ziyonli ishlar bilan manfaat ishlar barobar bo'lib qolsa, teng bo'lib qolsa xuloslasak. Biz foydaninkini bir ayrim o'lcham qo'ydik, ziyonimga o'lcham qo'ydik. Endi ziyonli ish bilan manfaat ish barobar bo'lib, bir-bir to'qnashib qolib qolsa, qaysini oldin qo'rib qo'ymasa, ziyonli ishni yo'qotishni oldin qo'rib qo'yamiz. Yoki zag'irtilimiz ifodalagan vaqtimizda vojib ish bilan harom ish bir-birisiga to'qnashib qolsa, bir tarafga qarasak vojibni qilishimiz kerak, yana bir tarafga qarasak harom ish va ikkisi bir vaqt keldi, ayrim vaqt kelgan bo'lsa ayrim ishdi. To'qnashib qoldi. Tanlash imkoniyatim yo'q. Ikkini birini qilish to'g'ri kelib qolsa, qaysini qilamizsa, vojibni qo'yib turib, haromni tashlaymiz. Chunki harom ish ziyon bo'lsa, mutlaq ziyon. Farz ish yoki vojib ish u foyda bo'lsa, u foyda manfaatli. Lekin ziyonning ta'siri, foydaning ta'siridan egri bo'lgan bo'lishqa shunga haromni tashlashni buni oldin qo'yamiz. Albatta bu olimlar bo'lsin, balki aql egilib bo'lib qolsin, bunda so'rin kelgancha ziyonni yo'qotishni foydaninki oldin qo'y. Chunki ziyonni yo'qotmay foydani kelsa, yana u foydama yo'qolib ketadi. Endi manfaatlar ziyonni selish qoida 3 qoida bor. Birisi manfaatni qo'lga keltirib ziyondan saqlanig'ini bo'lib qolsa, ya'ni ikkini birini amaldan qoldirib o'tmay, manfaatni qo'lga kelgani bo'ladi, ziyonni saqlanib bo'lib qolsa, ikkinisini ishlatamiz. Masalan, bu ziyondan saqlanib, manfaatdan quruq qoldik degan o'rniga ziyondan saqlanib, manfaatni hosil qila oladigan bo'lsa, uni qilish lozim. Ishlatgan yaxshi. Masalan, misol olsak, birisining so'mkasi o'g'irlandi, telefoni o'g'irlandi deydi. Bu telefon tepildi. Tepilgan vaqtda egizi qaytarib berildi. Yani ziyan asli keldimi? Hem egiz tepilmedi. Chatga chiqib ketdi, aloqalashqani bo'lmadi, munosabat uzilib qoldi, bir yilga saqlasa, bu telefondan egiz tepilmadi. Unda bo'lgancha bu telefonni tashlab qo'yib, tushirib ketgandan ko'ra, buni ehtiyoji va bir o'ringa, yaxshilik o'ringa ishlataversa, mayli telefon bo'lsin, dollar bo'lsin, pul bo'lib qolsin, uni baka tashlab zoya qilib o'tgandan yaxshi bo'lsa. Xo'sh. Masalan, ikkinchi qoida manfaat bilan ziyon to'qnashib qolgancha kuchlikni e'tiborga olamiz. Manfaat kuchli bo'lsa, manfaatni qilamiz, ziyon kuchli bo'lib qolsa, ziyonni saqlashni oldiga olamiz. Masalan, ziyon manfaat cho'ng bo'lib qolsa, ziyonlik ish manfaat cho'ng bo'lib qolsa, manfaatga qaramasdan ziyonni yo'qotamiz. Manfaat qo'ldan ketdi, butun yo'qolib ketdi, qisman uni ishimiz yo'q, parvo qilmaymiz. Ziyonni yo'qotamiz. Chunki ziyon cho'ng. Agar manfaat cho'ng bo'lib qolsa, ziyon oz bo'lib qolsa, biz manfaatni qo'lga keltiramiz, azroq ziyonni u yerda ustimizga olamiz. Uni qabul qilamiz yani. Yani 80%'lik bir payda var ya da 30% ziyan olib qolsa uni olamiz. Masalan, pulda misal alsak, bir ishni qilsa $8,000 payda var. Mayan tarafı şu $8,000 payda alırsa $3,000 ziyan tadı şu vaqtdan o'zida. İxtiyorlik yo'q. $3,000 ziyan, $8,000 yoki $9,000 deydi.
payda olgan bolsa, 3000 dollarını төлeymiz, 8000'ni paydalanamiz. Pulga misal alsak. Xo'sh. Bu savdogarlar meşhur bildi o. Bunaqa biz fiqhda misal alsak, mesela İslam dini ölüp qalgan narsalarning go'shini yesang bo'lmaydi, harom deb bekitdi. Lekin inson majbur bo'lib qolgancha, yeydigan hech narsa topolmagancha ehtiyoj miqdori. Uni to'g'nat butun sel o'lib yemasdan, non topcha, shu qatimliq yoki 3 qatimliq yoki uydan chiqolmagan bo'lsa deyli. Ehtiyoj qanaqadek esa ruxsatir. Nima ish qilsa, odamning hayotini, jinini saqlab qolish manfaatidan keladigan foyda, ziyonliq narsadan keladigan mikrob uch-buchiniki, uning zinidan keladigan foyda kuchli o'g'ashqa, shu az ziyonnimi bo'libdi deb turgan. Xo'sh. Ya'ni birisi abiyatini böğrek yotkash yoki a'zo yotkash masalasimi dal mushnanga tushadi. Qaysi kuchli bo'lib qolsa, shuni qilish. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida qisman manfaatni yoki ba'zi manfaatni qo'llab qolish, u manfaatni bir butun tashlab o'tgandan yoki bir butun voz kechganda yaxshi. Manfaatni azroq bo'lsa-mi, saqlab qolish, uni bir butun voz kechgan yaxshi. Masalan, bir ishni qilsa 10 ming tili paydalıgan bolsa yoki 10 ming tili kildigan bolsa deydi. O kelmay 1000 tiliga tushib qoldi. 10 mingni bermagandikda 1000ni tashib o'tmaymiz, 1000ni olib turamiz deydi. Chunki az bo'lsin onunki bo'g'ini yo'q bo'lgandan yaxshi. Ya'ni bu yer qoida ba'zi manfaatni qo'g'dab qolganlik hammani bir butun tashlab o'tganda zoya bo'lib ketganda yaxshi. Biz buni bizning siyosiy hayotimizga salaylik. Bir misol alaylik, boshqa bir misol. Masalan, saylam tushdi. Devlet saylama uçuştu, ministerlik saylama uçuştu, teşkilat saylama uçuştu deydi mesela bizimizden şimdi bak. İki adam işte. İşkilisi qarsa adalet ölçümü tepilmeydi. Yani İslam koygan, adli deydiğen adalet, takvalık, salahiyet, takva oluş ve ahlaklık oluş, kabiliyet oluş ibaret bu salahiyet tepilmeydi. Lekin iki adamdan ki meydana çıktı. Kaysi bir sebepten bu olsun? Çıktı. Yani bir teşkilat aşında. Onda olganca ikisinin kaysını tanlayamazsa qaysının pasıqlıq töverek olsa şunu tanlaymiz. Başka adam yok u yerda. Yaramlıq, qabiliyetlik, sağlam adam chiqarsak, uning imkoniyati yo'q. Yoki bizning tavayimiz gibi ish emas. Boshqalarning tavayisi. Biz u yerda balad tashlash majbur bo'lib qoldik bir sabab bilan. Qaysini tanlaymiz? Pasıqlıq töven bo'lganini tanlaymiz. Ya'ni islom ziyonkashlik qilish töven bo'lgan. Hech bo'lmasa islomni 3 ko'rmaydi qaraq. Banga yoki pasıqdan birisini 3 ko'rdigan, islom zarg'anlik qilgan, islom dushmanlik oshkor bo'lganini buni tanlaymiz. Xo'sh. Yani bu alik pasık olsun mu, bengi olsun mu, ziyankeşlik kıldığım kısmen kallısı təturukun olsun mu, yanı birisi sen iştuğun vaxtı da 100% düşmenden, 30% düşmen yengil oğallık için azraq olsun bunu kabul kılınız. Çünkü manan din kıldığım menfaat bir az ba. Yanı birisi menfaat var mısın, menfaat yok. Yani bunu bugünkü hayatımızı salaylı. Xo'sh. Buna bu şu kaydığı nispeten, belki ko'z qarashim to'g'ri bo'lib chiqishi mumkin, xato chiqishi mumkin. Bu menga oid bu keltirgan misol, chunki nozik, eg'ir balkim ba'zilarning o'g'isini qaytishi mumkin. Ba'zilar boshqa e'tiroz bildirishi mumkin. Albatta, qabul qiling. O'zimning ko'z qarashim mushu qoidaga nisbatan. Bir qism manfaatni qo'g'dab qolish, butun manfaatni voz kechgandan yaxshi degan qoida. Bugungi jamiyatimizga qarasak, do'st dushman belgilashdi. Balkim kilar qatim nisb bo'lsa, düşmanimniki do'sti degan boya. Düşmanimning do'sti. Ya düşmanimning dushmani mening do'stim. Ha, düşmanim do'stim. Bu shu qoida haqida balkim to'xtalishimiz mumkin. Uning kirishli bo'lgan bir az muqaddima javobini qilay deyman. Ba'zilar yoki bir qism kishilar bu siyosat dunyosiniki oldiganin to'liq o'zlashtirgan ya o'zlashtirmaganlikdan ham kasbiy bo'lmagan ko'pincha aktivist bo'lg'achqa bizning tor dunyosida tor dunyosi igizpas qilayotganlar mayli uchi bo'lsin, mayli buchi bo'lib qolsin, kasbiy siyosiy manfaat nazariyasi islomiy nuqtadan dunyoviy nazariyasidan kallasi aniq bo'lmag'achqa o'ziga yordam bermagan bir millatni yoki bir davlatni uduldan dushman qilib oldigan yoki shu davlatdan bir qancha Uyg'ur qarindishimizdan boshqa bir balay musibat kelgan, xabalaq kelgan bo'lsa, buni abadiylik dushman qilib, buning bilan ado juda bo'lib ketadigan. Xuddi buning bilan bundakin ehtiyoj yo'qdek bizningki, Uyg'urlarningki, vatanimizga ehtiyoj yo'qdek, butun qog'oz yitib tashlaydigan kon zaman bo'yicha, chaponni sad o'tadigan
aynı bir tətü siyasetvazlık, tətü aktivistlik cemiyetini qalayımqan qılalıq. Mesela misal arayın. Mısır'da misal qalayın. Mısır hakimiyet mustabit mis mustabit. Skolar mı olsa skolar. Bunu başta dep ötey. Mısır olsun ve şunun oxşaş bir qancha Arab dövleti olub qalsın, mustabit mis hakimiyet sistemi hem mustabit. G'arbning hamısı qochaqlari, qo'ziqlari qaqib qo'ygan. Skolar mı skolar? Bulardan Uyg'urlarga yoki Sharq Turkiston millati kelgan foyda bütün yo'q bo'lib ketdimi yo kirish ehtimolligi bormi degan bu savol tashlandi. Foyda bormi? Bor. Az bo'lsinmi bor. Biz bu yerda hokimiyatni xalqni ayiradiganini yana biroz to'xtalamiz. Az bo'lsin bu davlatdan keladigan foyda bormi? Şuna buldun kildigan menfaat foyda az bo'lib qolsimi? Buni haqasan andaq qilgan ekan, mandaq qilgan ekan, bir qancha qarindishimizni Xitoyga tutib bergan ekan. Haqasanlar zodi mangulik dushmanim deb bütün munosabatni uzib o'tib, fasil qo'yib, uldin kildigan yordam to'sab qo'ygan, azroq bo'lsin yordamni olganlik yaxshi. Biraz açaylar bunu. Çünkü siyaset demek mümkün kadar paydını qo'lga keltirish, mümkün kadar ziyanını azaltish demek. Siyaset degan bu. Siyaset demek mümkün bo'lgan miqdorcha paydını qo'lga keltirish, mümkün bo'lgan miqdorcha ziyanını azaltish. Birinchi bular bilan bo'lgan munosabatni agar quradisak, o'rnatadisak, ziyanını azaltib Uyg'urlar ziyan keltirmaydigan bunda ekan. Ilgari bo'lgan bo'lib bo'ldi. Ketdi. Bizning imkoniyatimiz bo'lmadi. Ish qilamiz. Bundan ziyan qilmaydigan yo'lmas, ziyan keltirmaydigan yo'lmas. Yani bundan keyin 40 nechaga chiqqan bo'lsa, Uyg'urlarning manfaatiga ovoz bergan davlat, buni 80 nechaga chiqarish uchun yana biz bugun tillayotgan, bugun haqoratlayotgan, bugun uch-buch deyotgan, yana mush odamlarga, yana mush davlatlarga qanoatlantirishga, shuni ovozini olishga ehtiyojimiz bormi, yo'qmi? Va bo'lmasa qalimiz shu yerda. Xo'sh. 30 dan 40 dan oshmay. Endi bu mustabitlarni, diktatorlarni, G'arb dunyosi tiklab qo'ygan bu qo'chaqlarni, o'zining millatiga, islom vakilligi bilan qo'chaqlar. Bir qancha qarindishimizni Xitoyga tutib berdi degan bularni mangulik, abadiylik dushman e'lon qilib, bundan keyin kirish ehtimoli bo'lgan manfaatni oldini to'sab qo'yish bu to'g'ri siyosiy ong emas. Chunki vatanning manfaati yanalam az bo'lib qolsimi, bularning keladigan ya kirish ehtimoli bo'lgan manfaatga ehtiyoj bormi, yo'qmi? Bizning ehtiyojimiz bormi, yo'qmi? Dushmanni jiqaytmay azayishdan iborat bu siyosatni aniq bekitish, aniq buni tushunish lozim. Uning ustiga mesela misal alsak bir qancha qarindoshlarimizni qaytarib etdi. Turkiyaga manqichi yoki boshqa yoki manqichi. Mening bildig'im. Buni Xitoyga tutib bergan bu hokimiyat İslam namı bilen hüküm kılgan İslam devletindeki vekiller emas. İslami hakim emas. Bunu başta dep qo'yadi ba'zilarga. Aksi İslamga zid yo'l tutadigan skolarizmchi ideyadagi mustabid diktator G'arbning qo'ziqlari iborat. O'zining manfaatini boshqa hech narsa o'ylamaydigan. Qo'ziqlar iborat. Shunga bu noktada İslamga vakillik qilinmaydigan skolarizmchi İslamning ta'tirisi yo'l tutadigan bu hokimiyat bilen xalqni ayırıp qarash bizga nisbatan intayin muhim. Xalq Sharq Turkiston musulmonlarni yaxshi ko'ramiz, Arab davlat misol qilsak, musulmon bo'lsa hammasi yaxshi ko'ramiz. Musulmonning qarinishi degan bu e'tiqodda. Yaxshi ko'ramiz, hammasi yaxshi ko'ramiz. Hokimiyat o'zining manfaati uchun zuvan so'ramagan bir ahvol. Xo'sh. O'zining shaxsiy manfaati uchun İslam'a vekillik qildigan u sorunda u meydan bo'lmaganlik uchun ko'z yumgan bir holatdir. Endi mashada birsa agarda G'arbning qo'ziqlari deb jiq suhbatimiz deyapmiz ya, men ko'rilmanning zihniga kelish ehtimoli bo'lgan savolni so'raysiz. Agar G'arbningki qo'ziqlari bo'lsa, bular G'arbningki qo'rchoqlari bo'lsa bu davlatlardagi hokimiyatdagilar, nimishqa G'arb degan Uyg'urlar tutayotgan pozitsiyani tutmay G'arbning dushmanlari bilan bir sabtdan Xitoylar bilan bir sabtda turdi degan savol keldi masalan ko'rilmanga. Tamam. Nati bu muhim savollardan birisi. Men yuqori gapimda devassam, endi bu savol javob beray. Yuqorqi bu sababdan bu skolarizmchi mustabitlarning qilmishlarini islomga nisbat berish
yoki musulmonlik mushtaqim deb nisbat berish yoki ular boshqarayotgan skolar islom zid bu hokimiyat sistemasi islom davlat deb qarash tamoman xato. Xo'sh. Bu gap uzilgandan keyin savolga javob kelsak, nima uchun g'arb davlatlarining qo'chaqlari desak bu arab diktatorlarini? Bu ko'pinchisi Xitoy qarshi ovoz urasi buni bermaydi degan bu savol chiqadi. Bugungi naq misolni olaylik. Xo'sh. İslami noktadan bo'lmasmi o'zininki siyosiy manfaati yoki bexatarlik manfaat nuqtasidan bo'lsa-mi, bugun o'zininki atrofida bo'layotgan Falastin voqeasini misol qilaylik. Millat nuqtasidan arabchilik deydi, arablik deydi. Millat nuqtasi, ummat islomiy nuqtadan yiroq bo'lganlik o'tib tursin bo'ldi. O'zininki e'tibor nuqtasini qo'llash uchun bo'lsa-mi, nima uchun yordam bergani nimaydi? Yordam bermaydi. Sebep ne? Buna mı kireyim? Koltuk sevdası, menfaat sevdası, enin kendi garibininki bu devletler bugün yürgüzvatkan besimi. Yani sen Palestin'e yardım versen, seni onda kılımız, bunda kılımız değil. Bu töpküncüsü bunda işler demek çıkmıyor. Yani garip dünyasından, bolum Amerika'dan korkanlık için, bulavatkan şunu dahşet halklar şunda itiraz bildirse mi, şunda namayişlerini kıysa mı, ağır derecedeki tankıtlarını kıysa mı, sükut qilgan darajada beshini ko'tarmasligi bu insonning echini. Buningki bas sababchisining birisi shu arab dunyosidagi mustabid skolarizmning sababchisi qarsak g'arb dunyosi. Buni tikilib olish. Masalan, hurlikka, erkinlik tashabbus qilib chiqayotgan arab baharlikni ujuqtirib etganimi? Dal g'arb dunyosi va uning o'tirishardagi g'olchilari. Nima uchun desa, bugünkidek kunda erkinlik bilan o'zining millatiga vakillik qilgan, millatining qimmat qarshi vakillik qilgan odamdan saylanib qolib chiqmaganlik uchun Misr chiqib bo'lsa, uning 5-patida Suriyani patqoq tiqdi, Amerikalar Ross bombardiman qilib, Liviyani uni bir taraf qilib etdi, patparaqchilab, ha, demak sizlar erkinlikka intilsanglar, demokratiyaga, hurlik intilsanglar, ko'radigan kuninglar shu. Shu mustabid bo'lsa-mi? Mustabid nima desa, akanlarni tushuntirib bo'lmasa, mushtaq qilsizlar, buni mushak akkab qo'ydi. Bu işinki keyin qarsak. Şunu bugün Palestinga yardım berishni to'sayotganlar yoki qo'rqitayotgan, bo'bish qilayotgan. Avu nima deb e'lon qilib qo'ydi deslabda? Terror tashkiloti dedi. Ish chiqib bo'g'cha tamg'ini bosdi. Unda bo'lgancha bu terror tashkiloti bo'lgandikin, bu tashkilot va shuning atrofidagi odamlar necha million bo'lsa qatnashsa, butun qirilib ketsin-mi? Isroildan iborat bu meniki o'gay bolamni xalqaro sudda xalqaro urush jinoyatchisi deb buni bu tamgını basanmaysan, bassan bo'lmaydi. Chunki men mundaq tamgını hukmni berdim deb qaragan ekan, hammasini o'zining huquq savdosi bo'lgach, huquqdan tushmaydigan nafsoniy mustabid bo'lgachqa shunga u yerda sukut qilib jim tur. Qo'rqas. Endi bizim mesimiz kerak. Amerikaning qo'ziqlari olgan nima uchun biz qilamiz? Agar Amerika mush Falastinga qanday muomala qilishda besim qilgan bo'lsa, muomalasidagi manday qilishda besim qilib qolsin, shu xizmat qil. Buning dalildan bir deb ko'rsataymi? Trump'ni misal qalaylik. Saudiya kelgan chog'da 500 milliardni naq bersan deb bermadimi? Saudiya beribdi. 500 milliard dollarni biz seni qo'g'daymiz. Kimdan qo'g'daymiz? Irondan qo'g'daymiz seni. Naq bersan deb besim qilib shu xizmat berdi. Demak, besim qilalarni qilaman. Demak, Amerika bu ishda besim qilmoqlik. Men Uyg'urlarning masalasiga sen imzoni bersan, degan bu yerga Saudiya besim qilganda bugun Falastin yordamimizda besim qilganda u xil saviyaga yetmaylik. Bu Uyg'urlarni shunda qo'yib berib, taqa bavlar yo'qning arsiz ketaglik. Bu qonun chiqdi bu deganlar misli javanachiligi binamlar bu. Bu amaliy tatbiqot chiqqancha endi kuchga bo'ldi. Buni siyosat dunyosi tushunish lozim. Manfaat kelgan chog'da, ishul manfaat kelmay qolib qolsa, chunki o'ldigani u emas Uyg'ur. Ziyon tortadigan Amerikalik emas, Sharq Turkistonlik. Şu o'zining manfaati qarta ishlaydi. Albatta bu kamsitganlik emas, haqoratlaganlik emas. Qaysi bir davlat qo'llagan bo'lsa, albatta uni ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Lekin bu reallik, siyosiy reallik bu. Shu sababdan bular chunki bundaq besim ular kelmaganlik uchun enin kendim bundan bekra Xitoyga bularning yanchiqidan Xitoydan bularning yanchiqi jiqroq pul kirgan bo'lg'achqa shu yerda bir bölük sükut qilishni, bir bölükke Xitoy tarafida turishni tanladi. Ko'pincha sükut qilishni tanladi. Hattoki
Bazıları değil ama hazır köpünçüsü de Xitay bazıları değil. Bu reallik bu. Xoş, xoş. Şuna demek yoğunun bazı menfaatni, yani menfaat az bo'lib qolsa, onu saqlab qolish, tirishish bütün onu tashlab etgandi yaxshi. Biz hozir hamda Türk dünyası qarsak, Türkiye'den başkasının hali boş. O'tir Asya zaten hammayni biladi. Arab dünyası qarsak, Arab dünyasida Mısır var. Mısır beşini ko'tardi, Arablar shu zahmat beşini ko'tardi. Mısırning beşini kontrol qildi, qolganning hech qanday e'tibor tuzgi yo'q. Pul bo'lgan bilan ruh, fikr, askar u bu narsa bo'lish lozim. Shu bu yer eng kuchli davlatni Arab bahar chiqib bir erkin demokrat saylam chiqib bo'lguncha Amerika uyandilar uni hatchidan molla qatqizib yo'qishtirib etdi. Davomli men nima desam shunga turdigan, maishni qimma desam bosh ustiga deb chasvirgan bundaq adam bo'lish lozim deb buni chiqardi. Demak bu erkinlik siyosiy erkinlikninki musulmonlarning qo'lida bo'lib qolsa, mustabidlikka yoqlaydiganligini, tajovuzchilik yoqlaydiganligini, mustamlik yoqlaydiganligini, zulm yoqlaydiganligini bular biladi. Bularmi bu Turkiyadagi saylam g'alaba qilgandan keyin Misr ishqisi g'alaba qilib qolsa, G'arb dunyosiniki bu Arab dunyosidan yoki O'rta Sharqdan bu oldigan manfaatini tamoman kesilmay qolib qolsa, eng tova saviyaga tushib qolganligi, bularning o'gay bolasi Isroilniki mulla qilganligini oldin faraz bilib, bu yetim qoldik deb bu Arab baharni nimaga aylantirib etdi. Bir narsaga aylantirdi. Shu inson huquqi o'chib hammasi yolg'on ekan. Buni reallikda ko'rib turibdik. Belki savol biraz aniq bo'lganda. Ko'p rahmat. Yana qarindoshlar desa, uni qo'llamada deb Turk dunyosini tilamaydi, ehtiyojimiz bor. Bizning vatanimizdan chegarasi Turk dunyosi bilan. Qon urdigan yakab qaz kuchlanganchalik bo'lib yurdi. Agar so'bar kuchi bo'lgan bo'lsa-da, chiqadi. Endi ishini. Islom dunyosini jonliq bir holatga kelib qolsa, mustabidlardan qutulib qolib qolsa, cho'qim Sharq Turkistonlik Uyg'urlarga qoni bilan, joni bilan boshqa narsa yardım. E'tiqod nuqsida. Chunki islomiy qarindoshlik her qanday munosabatning oldini o'rindir. Buni samimiy bo'lgan insonlar ifodalaydi. Hokimiyat qarasak, islom davlat emas, islom hokimlar emas, diktator, mustabid, skolarjimchi. G'arbning qo'chaqlari. Shunga bo'la islom bilan ularniki ish yo'q. Shu bu yer bir o'zgarish holat kelib qolsa, ya'ni bir erkinlik shamoli chiqib qolsa, uningki shamoli cho'qim bizga keldi deb qarayman. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizda o'tgan soat va bu saat bilan bir temani asosiyatdan manfaat va ziyon tushunchisini to'liq shaklda tugatgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo umr basa aldimiz kapta boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.